Assalomu alaykum. Hozir Jongunuqat Жылқы bozorida turamiz. Hozir chekadan ko'rsatishga harakat qilaman. Qo'llab, podpisatsiya bo'lib, like bosib qo'yinglar. Qanchasi otasi buni? 65. 65 mi so'rayotgan? Baytalg'i? Altarashka. Bermadim. 57 kaç lira? 57 mingga berilib turasiz shunda. Telefon nomeringizni berinchi. 77 ming. 77 ming. 05 15 50. 05 15 50. Bo'yi qanchacha ekan buni? Bilmayman. Tortmadingizmi? Baytal. Qulunni qancha so'rayapsiz? Qancha so'rayapsiz buni? 27 ming? Yo'q. Chiroyli toy ekan. Bo'yi 120 chiqib bo'ladi o'xshaydi. Bo'yi. Qancha chiqib bo'ladi? Bilmiyorum. Qancha bo'ldi bozorda? 23,5 mingga berilib o'tdi. Telefon nomeringizni aytingchi. Canlı çıkın. Qancha so'rayapsiz? 35 lira. 35 ming so'rayotgan. Bozor qancha baho berdi? 25 berdim. 25 mingga berilib edi. Yaxshi. Qancha so'rayapsiz? 50 ming so'rayotgan. Oy. Oz tartam kam. Buna boladan men tartib qo'ying degandan tartib oz. Qancha so'rayapsiz buni? 35 kam oldi. 35 mingmi? Qanchaga berib edinglar? 20ga. 20ga berib edinglarmi? Yaxshi. Bordig'i birda 35 danmi? Tegiz. Ataylarni 35 mingdan so'rayotgan. Eko urg'achimi? Aralash bozor. Ne? Nima chaqiribsizmi? Qaysilar erkak ekan bular? Bunday qo'rg'achi qo'y erkak. Bunday erkak ekan. Nomerlaringizni berasizmi? Telefon nomerlaringizni berasizmi? Aytingchi. 79 ming. 79 ming. 77 90 00. Shu nomerlarga bog'lansangizlar bo'ladi. Bozorda sotilmasa, uydan ko'ra olib kelsangizlar bo'ladi. Bunavi 3 oyda qarmab turgan bola 60 ming so'mdan o'tadi. Qancha mingdan berib edinglar? Bular jashar bo'ldakmi? 3 jashar bo'ladi. 3 jashar bo'l qiladi. 3 jashar bo'l qiladgan hozir. Telefon nomeringiz bormi? Aytchi. 0552 meni. 0552 meni. 88 06 87. Senasini tushirib berasizlar-da? Ha, kelishyapti. Bo'ldi. Bular qancha jashar? Poltarashka. 90 mingdan o'tayotgan. Otasi Qayraboy ekan. Oba. Bo'yi qancha chiqib qoladi bular? Oyuncu betken toşun. Bunangizchi? Bunu 90 kam vardı otağız. 90 ming kam borib o'tgan.
Bulunuz qancha yashar? Ya. Qancha yashar? Çarşı canası canası. Ha, Canası. canası ekan. Telefon nomeringizni aytingchi. 74 bilen 74 menen 09 60 60. 09 60 60 shu nomerlarga baylansanızlar bo'ladi. Mana shu lotni 120 mingga o'tadigan. Urug'i qanday bulut? Yaşı. 120 ming senasi. 85 mingga berib beribdir. Mana. Vaqtni turishini ko'ringizlar, yaxshi. Uloqa yaxshilar kiravi? Var, yürü var, arabası var, boş var. Bordig'i. 5-5 Dehqonchilik ekan bu joy. 5-5 kent. 5-5 ga davom chavib yurgan ekan. Telefon nomeringizni aytingchi. 57 meni. 03 93 03. Shu nomerlarga baylansanızlar bo'ladi. Mal chiqqan set. Bavulda da hozir 110 mingga berilib aytadigan. Yashari qanchami? Yashi 3 yasharmi? Aylantirib bereyim mi? Aylantirib qo'yaring. Üç yashar ekan. To'qimi yo'q hozir. Bu uloqa chavilganmi? Rusya'dan emin geldi. Ha, yemi keldi u. Rossiyadan yemi keldi. To'qilganmi? To'qilganmi? Qancha? 110 ming. Agar ma'qul kelsa ber dani. Sen demang ma'qul desa ber. 110 mingga berilib aytadi. Aralash bozor. Bu da Rossiyadan keldi. Bu özünüzle Karabayır. Ha, Karabayır. 80 ming so'm o'tadi ekan shuni. Tırşıldap turadi-ku. İşte sho'roq taykanmi? Çort. Rosa minib turib chavish kerak ekan. Oldu berende yap. Buna davam bir rossiyskiy lachak turadi. Aytilish bahosi 180 mingga o'tadi buni. Bu qancha berdi? Uloqa chavasmi buni? Uloqa chavullakmi? Qachon keldi o'zi bu? Jayinda geldi. Bu yıl çapmadınız mı? Uloqa qo'shmadingiz bu uloqa. Boyu qancha chiqadi ekan? 1.60. 1.60 şey qilayotgan boy. Bir aylantirib qo'ying. $180 mingga o'tadi ekan shu tay. Mana o'zgundan keltirib mana bu tay. Yash qancha? 5 yashar ekan. Karabayır ekan. Uloqa chapqansan buni? $160 ming so'ratgan. Ya bir aylantirib qo'ying-chi. Telefon nomerlaringizni aytingchi. 775 775 64 42 42. Taqsir bir aylantirib qo'ying. Va taqsir. Aylantirib qo'ying bir. Shunday 5 yashar ekan. Uloqa o'ta so'mni giratdi tegasi. Mana shu to'qtar ot suyuvchilar qo'llab qo'yasizlar. Like bosib, kommentariy yozib qo'yasizlar. Podpisatsiya bo'lishni unutmanglar.